kelyapti. Narx-navo tushyapti bozorda. Lekin odamlar ham kamayib ketyapti. Xitoylar kirib kelishi ularga bizda hech qanday tomonlama biz ular bilan tenglasha olmayapmiz-da. Ishlab chiqarish hajmi, sifati, ko'pligi jihatdan. Agar shu narsani to'g'rilab qo'yadigan bo'lsak, ular bizga plyusga ishlaydi. Ishchi kuchi nimadirlar. Lekin iqtisodiyotimiz baquvvat emas unchalik. Unaqa narsani ko'tarishimiz uchun kamida bizda ishlab chiqarishimiz baquvvat bo'lishi kerak. Aholi turmush darajasi balandroq bo'lishi kerak. Narx arzon bo'lgan bilan odamlar sotib olishga pul bo'lmagandan keyin qanaqa sotib oladi? Bozorda hamma narsa bor. Narx arzonlagan, lekin odam yo'q. Nima uchun? Sababi aholining turmush darajasi past. Bitta qiladigan ish narxlarni tushirish emas, balki shu turmush darajasini ko'tarish bo'lishi kerak. Qachon shu aholining turmush darajasi ko'tariladi, keyin savdo zo'r bo'ladi. Ichki bozorda biz siqilib qolamiz bo'lmasa. Ular bizni sindirishadi. Bemalol bu Xitoylar. Ko'proq o'rta va kichik biznesga imkoniyat yaratib berish kerak. Prezidentimiz aytgandek, biz bosib boramiz bu yoqni. Hammaga rahmat. Fikrlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiramiz.